Mavzumuz leksiyamizning ikkinchi mavzumunda hurmatli vatandoshim. Amerika tamojna bejini kuchaytgan siri mavzumunda Jungo hukumatining qarzning ko'lamini kontrol qilishi qiyinlashida. Mavzular xabar 6-oyning 21-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trumpning tamojna beji tadbiri ko'paygan sari Jungo hukumati yana bir qatam zarb berdiganligi to'g'risida qasam ichdi. Lekin tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Jungo iqtisodiy intayin zo'r to'sqinliklarga duch kelgan bir paytda Amerika bilan savdo urushi qilish Xi Jinping hukumatining tanlashiga ta'sir ko'rsatdi. Birinchi zarbaga uchraydigani Jungoning ichki qismida qarz elish va qarz berish saviyasini tizginlash masalasidir. Davomli tamojna beji urush qilinadigan bo'lsa, Jungoning ichki qismida qarz ko'lami texama zariydir. Aqsaray haftaning 1-kuni, 6-oyning 18-kuni mundaq jakarli. Prezident Trump Amerika savdo vakilining 200 milliard dollarlik Jungodan import qilingan mallarning jadvalini tuzib chiqishni buyruq qildi. 6-oyning 15-kuni 50 milliard dollarlik bajelish normasini jakarlaganda Jungo hukumati darhol inkas qaytirib, o'xshash ko'lamda Amerikadan import qilingan tovar mallardan baj elishni qaror qilgan edi. Biroq tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Amerikaning tadbirlariga taqobil turish uchun Jungo hukumati eksport qilingan mallarga qo'shimcha haq qo'shib berishga majbur bo'ladi. Bu orqali davlat ishida qarz ko'lamini tizginlashni qo'yayotgan bo'lib hisoblanadi. Amerika shirkatchilar tadqiqot institutining Jungo iqtisodiy masalalar mutaxassisi Dirk Saysoris Amerika ovozining muxbiriga abatga xatida bunday ko'rsatdi. Agar Amerika Jungo tovar mallariga 25% baj qo'ygandan sirtida 200 milliardlik Jungo tovar mallariga yana davomli 10% baj qo'ydigan bo'lsa, Jungoning qaytirdigan inkasi balki shu tovar mallarga qo'shimcha haq qo'shib berib, bu 10%lik chiqimni shu yo'l orqali to'lamoqchi bo'ladi. Bunday bo'lganda Jungoning ichki qismida qarz texama ko'paydi. Amerikaga eksport qilish ozlab ketadi. Demak, Amerika eksport qilgan savdosiga shu yo'lda ishlasa, savdosiga ta'sir ko'rsatadi deydi. Qarzning ko'lamini cheklash Xi Jinping hukumatining navbatda hal qilishga tegishli eng muhim masalasidir. Wall Street gazeti bunday ko'rsatdi. Xi Jinping qarzning ko'lamini cheklash va xatarning oldini olish tadbiri navbatda Jungo iqtisodini ostilatdi. Mablag' solish bilan oilaviy iste'mol ozayib ketdi. Shirkatlarning bank bilan tuzgan to'xtamiga xiloflik qilish ahvollari o'tirg'i chiqdi. Tamojna beji urush tuyuqsiz o'rlab, savdo urushi tuyuqsiz o'rlab, Jungo o'xshash miqdorda baj elish chorasida qo'llanib, Amerikadan 3 elishi mumkin edi. Yo'q. Amerikadan 3 elish hamda mumkin bo'lmadi. Masalan, Amerika qanday baj qo'ysa, men shunda baj qo'yaman deb Amerikada shu miqdorda baj elib, 3 elish hamda Jungoga mumkinlik qolmadi, mumkin bo'lmadi. Biz teximiz zo'r baj olamiz. Mavzuliq maqolasi bu gazet, Wall Street gazeti bunday ko'rsatdi. Amerika o'tgan yili Jungoga eksport qilgan tovar mallar va mulozimat turlarining pul miqdori 100 milliard 880 million dollar bo'ldi. Agar buningga 250 milliard dollarlik tovar mallarga baj elish qo'shilsa, undaqda Beijing mangdigan yo'lda cho'qim tamga tushib oladi.
Agar 250 milliard dollarlık tuvarmallarga baj eleş yukarı sanğı koşulsa, ondaqda Beijing mağıdağa yolda çokum tamga işi boludu. Amerika siyasi jurnali haber kılıp mındaq görsetdi. Jungo belki xuddi Koreya ve Yaponiyaga taqabıl turgandak. Jungo puralarını hareketlendirip, Amerika mallarını Jungo bazarida boykot qilish bo'libmi, olma mahsulotlarini cheklash bilan o'ch elishi mumkin. Bu Jungo'nun chakini usuli. Kuchi yetmaganda mana chakinilik qiladi. Mesela Koreyaga shunday qildi, Yaponiyaga shunday qildi. Bu boykot qilish. Chet el mallarini boykot qilish. Amerika'nın mallarına şunda usul qo'llanib, Amerikadan o'ch elishi mumkin deb atadi. Amerikada siyaset jurnali. CNBC televiziyasi mundaq ko'rsat. Jungo belki xalq pulini pahalashtirib, Amerikaning zayımını setib, yoki Amerikadan zayımni kam setib elib, yoki Chaushanga qaratgan besimni kamaytib, Amerikaga besim paydo qilish mumkin. Yuqorida ikki jumlada Chaushan to'g'ri so'zildi. Endilikte pul pahalılığını koyup Amerika'da ölçü verişi mümkün değil. Tüvendikilik siyerlerimizin mazmununa dikkat kılan vatandaş.